Agar noziklik zaiflikni bildirganida, gullar bunchalik gurkirab o'smagan bo'lardi, degan ekan bir hind faylasufi. Bu fiyalkalarni ko'rib, aynan mana shu so'zlar yodimga tushdi. Lekin hozirgi lavhamiz gibiskus guli haqida. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugun sizlar bilan yana navbatdagi ko'rsatuvimizda ko'rishib turibmiz. Bugun bog' gibiskusi haqida ma'lumot berib o'taman. Ma'lumki, bizning O'zbekiston sharoiti ancha issiq hisoblanadi va ko'pchilikning hovlisida aynan quyoshli joyi soya joyiga nisbatan ko'proq hisoblanadi. Mana shu ko'rib turgan gibiskus gulilar ko'p yillik gul hisoblanadi va bu gulli bo'yi 1,5-2 metrgacha o'sadi. Uchlarini ko'rayotgan bo'lsanglar, ketma-ket gullaydi va gullarning kattaligi mana shu kaftimizdan katta bo'ladi. Va mana shu quyoshli joyimizda yaxshi o'sadi. Gullash davri asosan yoz fasliga to'g'ri keladi va juda chiroyli rangda gullaydi. Hozirda shu meni qo'limda gibiskusni 4 xil ranglari mavjud. Bulardan xalqimiz orasida eng ko'p uchraydigani pushti ranglisi, to'q qizil ranglisi, oq ranglisi hamda oq va pushti aralash ranglilari mavjud. Ko'rib turgan gibiskusinglar, bu mana bo'ylari baland, bu meni ancha yildan beri o'stiraman. Bu pushti rangli gibiskus. Mana bunisini ko'rayotgan bo'lsanglar, buni baylari qizg'ish rangda, bunisi to'q qizil rangda ochiladi. Mana bu gibiskusni ko'radigan bo'lsak, buni barglari nisbatan bularga nisbatan mana boshqacharoq, barglari ingichkaroq shaklda bo'ladi. Bu oq rangli gibiskus va mana bu yil mana bu rangdagi gibiskusni ham qo'shdim. Buni ko'ryapsizlar. Oq va pushti rangda aralash rangda bo'ladi. Gibiskusimiz kech kuzgacha turadi. Kuzda buni sovuq uradi, shu sababli tagiga taqab kesib tashaladi. Hurmatli tomoshabinlar, mana bugun sizlarga bizning quyoshli O'zbekistonimiz uchun juda ham mos bo'lgan gibiskus guli haqida ma'lumot berib o'tdim. Agar sizlar bu gulni qanaqa parvarish qilish, ko'paytirish usullari haqida yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasanglar, ko'rsatuvimizni keyingi sonlarini ham tomosha qilishinglarni so'raymiz. Bundan da qiziqarli va boshqa gullar haqida ma'lumotlarni ham berib o'tamiz.